Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik fidoyilar ikramniki ko'rurmanlari. Bugun Qur'ondan nazar programmamizningki 84-qismi monopol qilingan Qur'on. Ya'ni monopol qilingan islom deb bir qancha darsni boshlagan. Monopol qilingan Qur'on asli boshtalab so'zlanish kerakdi. Biroz keyinga ilinib qoldi. Shundan bo'lsa bugun ustoz Kiram Zohir efendi studiyamizda Qur'ondan nazar programmamizniki monopol qilingan Qur'on degan temada biz bilan suhbat o'tkazmoqchi. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollar, yaxshimi? Waalaikumsalam warahmatullahi qanday ahvollar dichmatulmi? Tinchlik alhamdulillah. Men shu qisqacha tushuntirishni bir o'qib o'tay. Bo'ldi. Monopol qilingan Qur'onni o'zgartish urinishlarida mag'lub bo'lganlar uni hadis, fiqh, mazhab, iqlim va boshqa aqidalarning nomi bilan purkab keldi. So'raganlarga Qur'onning bir mo'jiza ekanligini, uni bevosita tushunishning mumkin emasligini, ma'lum aqida yoki mazhab imomlarining ko'rsatmalari, tushuntirishlari orqali tushunish va amal qilishning yo'llarini ixtiro qilib chiqdi. Mana bu Qur'onning monopol qilinishi edi. Qur'ondan nazar programmamizning bugungi sonida, 84-sonida Qur'onning qachon, qandoq, nima uchun, kimlar tarafidan monopol qilganligi haqida ustoz bilan suhbat o'tkazamiz. Qani marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Dunyoni boshqa joylarda hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu xayrli bo'lsin. Biz bu 83 qismda shu suhbatimizdagi nurg'un sohada to'xtalib o'tdik. Hamda oxirida masalaning ham yana beshiq qaytgan o'xshaymiz deb o'yladik. Chunki monopol qilingan Qur'on. Ovoz qaytyapti ya bana. Ovoz qaytyapti ya. Hamda yo'q, yana ochiq. Manga yana ovozim qaytib kelyapti-chi. Yo'q, qaytyapti. Yo'q. Ishtahmada. Qaytulayman. Assalomu alaykum. Qaytyapti yana. O'tganlardan undoq emasdi, qanday qolgan bu? Menda quloqlik yo'q.
Yo'q, men tomoq qilyapti shunga. Endi-chi? Gapning beshi qilib bo'ldik. Qayta qilamdiq yo bo'ldimi? Tamam. Programmamizni o'qib qoldi. Biz shu suhbatniki 83 suhbatda asosan nurg'un masalalar ustida to'xtaldik. Bir taraflama to'xtaldik o vaqtida. Shu Qur'on nima, diniy sohaniki, ya'ni har sohadagi masalalarniki faqat Qur'oni Karim uningga nima deydi degan sohada to'xtalib o'tdik. Endi shu 84-chi sonidan boshlab Qur'onda nima degan, uning qarshisidagi ya'ni an'anaviy islomda nima degan. An'anaviy islom haqiqiy Qur'on ko'rsatgan islom qandoq buzg'unchiliklarni olib kelgan. Deganga o'xshash bunday masalalarda to'xtalamiz. Xudoyim bo'lsa, ammo bu monopol qilingan Qur'on degan bu mavzuda asosan bu bir kirish so'z yoki muqaddima o'xshash bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu Qur'onning ichidagi butun sohaning o'ziniki monopol qilinishini bugun so'zlab tugutish mumkin emas. Shuning uchun buni bir misol sifatida 5-6 sohani biroz to'liq bo'lmasimi, oz-ozdan olsimi bir misol sifatida so'zlab o'tamiz. Qolganning o'zini maxsus har bir sohani bir dars qilamiz inshaalloh. Bu ne bu ketdi bu. Qur'oni Karimdagi Qur'oni Karimdagi oyat, yani Alloh taoloning hukmi, Alloh taoloning o'zi bergan ma'lumotiga asoslangan vaqtda Qur'oni Karim insonlarga yetarli kitobmi? İnsanlarning butun masalalarning o'zini hal qilishda yetarlikmi emasmi? Agar yetarli bo'lsa, nima uchun boshqa narsalarni Qur'oni Karimga qo'shib, uni to'liqlama qilib yoki yamab o'z din qilib oldik? Bu soha birinchi o'z soharimiz. Buningda Alloh taolo Estaizu billah Ankabut surasining 51-oyatida Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim inne fi zalike la rahmeten ve zikra li kavmi yu'minun degan bu oyatning o'zida to'liq bayon qiliqliq. Ular o'qib berayotgan mush kitobning o'zi ular yetarli bo'lmadimi? Ya'ni Qur'oni Karim insonlarga to'liq yetarli har sohadagi masalalarni hal qilishda yetarli holatda o'zi uningga javob bera oladigan bir kitob. Turqlig'in, ya'ni ularga nima yetmayotadi deb Alloh taolo buni deyotadi. O zamonda endi. Undan keyingi zamonlar degan vaqtda yana o'sha oyatniki aksicha, ya'ni nurg'un o'zi diniy sohadagi insonlar o'sha Qur'onni yetmaydigan qilib ko'rsatib insonlarga undan 250 yil, 300 yil, 400 yil keyin boshlangan rivoyatlarning o'zini Qur'onga o'zi nim qilgan endi, yamagan. Ya'ni dinga yamagan deb bunday aytgan vaqtida. Yamash orqali u dinni abjash qilib, buning ichida boshqa dinlarning bor, misol Miroj voqealigini misolga olsak, Zardushlarniki, ya'ni Zardush dinidan kelgan hikoyalarning o'zini o'ydirib chiqib, ya'ni o'zi Mirojga yamagan, ya'ni Miroj o'zi ko'rsatgan payg'ambar alayhissalomniki
Miraj chiqib Alloh taolo bilan ko'rishganligi, 50 vaqt namozniki farz qilinganligi shu jarayonda. Deganga o'xshash mundaq hikoyalarni to'qib chiqish orqali Qur'onda bo'lmagan narsalarning o'zini din qilish maqsadida shundaq o'zi dinga yamash orqali bu dinning o'zini abjash qilib o'tgan. Shundaq qilish orqali yana har xil dinlarniki bir qism yerlarni va arablarniki bir qism urf-odatlarni din qatorida ko'rsatish orqali bu Qur'oni Karimni monopol qilgan misol. Monopol qilib, kontra shu arabning urf-odati va boshqa millatniki har xil diniy e'tiqodi va bir qism madaniyatlarning o'zini keltirish orqali qanday qildigan vaqtda Qur'oni Karimning o'zini monopol qilib, u dinlarning o'zini mashhurlashtirgan. Ya'ni shu o'ydirilgan shu dinlarning o'zini mashhurlashtirgan. İkincisi, Allah Teala Qur'oni Karimda har qanday narsaga Qur'oni Karimdagi prinsipga asosan hukm chiqarishning o'zini. Agar ashundaq hukm qilmagan vaqtida u odamlar, ya'ni 3 yerda keldi bu oyat, zolim, ya'ni o'zi boshqalarga zulm qilganlik bo'lganligini va u odam o'zi yo'ldan chiqqanlik bo'lganligini va Alloh taologa kofir bo'lganlik, ya'ni bo'lganligini o'zini Qur'oni Karimda bayon qildi. Yani buniki bir oyatni keltirib qo'ydim men, Maide suresiniki 48-oyatida وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا degan oxirgachilik mush oyatniki. Nima deydi degan vaqtda Alloh taolo her narsaga hukm chiqarmoqchi bo'lsa, Alloh taoloning Qur'oni Karimda ko'rsatgan prinsiplarga asoslanib turib, hukm chiqarishning o'zini shu oyatda o'zi ochiq bayon qiladi. Va hargizmi boshqalarniki orzusiz ergashmaslik. Adil hukm qilish insonlarning orasida ja'aka minal haqqi deganning o'zi bu haqiqat kelgandan keyin insonlarning orasida adil hukm qilish o'zi payg'ambarga belgilangan. Ya'ni Qur'oni Karim orqali Qur'oni Karimning prinsiplariga asoslanib turib hukm qilsa, o hukmning o'zi adil bo'lganligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Endi bu Qur'oni Karimdagi hukmlarni monopol qilib boshqa narsalar bilan qanday qilgan degan vaqtda Payg'ambar alayhissalomdan nima milodiy 699, 700-yili, 750-yillari mush jarayonlarda nurg'unlagan mazhablar borliq kelgan. Abu Hanifaniki, Imom Shofiyiniki mazhablar degandek har xil mazhablar bo'lgan. Shu mazhablarda bir qism rivoyatlar va bir qism shu arabning urf-odatlariga o'xshash narsalarning o'ziga tayinib turib, fiqh degan bir kitob bor bu yerda. Nima Sharvoqoyi Hidoya deydigan kitoblar. Ash kitoblarning o'zini nim qilib o'zi yezib chiqqandan keyin bu Qur'oni Karimdagi nurg'un o'zi hukmlarni tashlab o'tgan. U yer nim qilgan degan vaqtda Qur'oni Karimda nasikh mansukh degan kelimlar bor. Bu nasikh mansukhning o'zini Qur'oni Karimning ichidagi hukmlar bir-birini mansukh qildiganligi va Qur'oni Karimning sirtidagi bir qism rivoyatlar orqali Qur'oni Karimdagi hukmlarni mansukh qildiganligi va bir qism ijmolar orqali Qur'oni Karimdagi hukmlarni mansukh qildiganligi va bir qism qiyoslar orqali Qur'oni Karimning ichidagi hukmlarni mansukh qilganligi haqidagi shunday ma'lumotlar. Mush orqali, ya'ni o'zi ijmo, qiyos, o'zi rivoyat, mush narsalar orqali Qur'oni Karimning ichini bo'shitib, Qur'oni Karimning ichidagi nurg'unlagan hukmlarning o'zincha amaldan qoldirib o'tgan va o'ziniki xohlagan, ya'ni o'zi xohlagan yoki shu vaqtdagi hokimiyat xohlagan darajadagi hukmlarni fiqh deb yozilgan kitoblarga yozgan. Yozish orqali shu hukmlarning o'zini insonlarga ijro qilgan. Misol
bir odam iymon etmasa, u odamni o'ltirish. Mo'min bo'lmagan insonlarniki boshqalarga yana o'zini mo'min sanaganlarga uning qini halol, jeni halol, mol mulki halol deganga o'xshash hukmlarni chiqarish. Zinaxo'ning o'zini chalma kesak qilish. Bir odam bolasini o'ltirib olsa, uningga o'lim jazosi yoki qon nima qilmay, uningga bir qon qisosiga o'xshash odatdagi bir jazoni o'tashga o'xshash mushundaq o'zi Qur'onda bo'lmagan, Qur'onning hukmlariga tamoman zid bo'lgan mushundaq narsalarni o'ydirish orqali bu bir qismi faqatla uni shu fiqh sohasida Qur'onni monopol qilish degan suhbat kelgan vaqtda maxsus shu kitobni ochib turib, masalan, namoz masalasi kelgan vaqtidami namozning o'zi Qur'oni Karimda 3 yerda, ya'ni 2 oyat orqali 3 vaqtning o'zini ko'rsatadi. Namoz tartilish kelgan chaqchodisi tartaga vaqtidami Qur'onda faqsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiqi vamsahu bi ru'usikum va arjulikum ilal ka'bayn degan oyat va Qur'onda bu nimani bildirib desa, yüzünü insonga o'zi tarat olmoqchi bo'lsangiz, yuzingni yuvinglar, uningdagi 2 qo'lingni jayningni yuvinglar deydi. Uningdan ikkinchi desa, beshingni masih qilinglar ve 2 putingni o'shig'ingizcha masih qilinglar degan oyatning o'zini 2 putingni o'shig'ingizcha yuvinglar deb aning o'zini o'zgartirish orqali bunda qilgan misol. Ramazon haqida degan vaqtda ro'za tutgan olsun, tutmagan bo'lsin, hammasini bir tayoqda aydash orqali har bir odam tutsin, tutmasin, bir miskinga, yana bir miskinning bir vaqt tomog'iga to'g'ri kelgandek bir narsa berish, uning o'zini sadiq fitr deb ataydi. Shunday qilish kerak deb o'zi vazifa qo'ygan. Ammo Qur'oni Karim degan vaqtda ro'za tutmagan odam jazo sifatida o'taydiganligi haqida bunda nimaning o'zini, o sadiq fitrning o'zi tutmagan odamniki jazosi ekanligi Qur'oni Karimda bayon qilinadi misol. Bunun o'xshash o'z nurg'un narsalar va haj borasida Hajar Aswadni suyish deganga o'xshash hamda o hajga kirgazsak hozir yomon jiq narsalar va mushunga o'xshash nurg'un sohada Qur'oni Karimdagi hukmlarni tashlab o'tib, arabniki islom, ya'ni Qur'oni Karim kelishdan burungi dinining o'zini asli keltirib olgan. Asli keltirib shu bo'yicha o'zi amal qilish odatga aylangan. Yani burungi o'zi eski arabniki mushrik vaqtdagi dini bilan bu Qur'oni Karimning o'zini monopol qilib olgan misol. Tamamen o'zi Qur'oni Karimda ashuna to'g'ri keladigan yerlar olsa qo'yib qo'ygan, to'g'ri kelmaydigan yerlar olsa desa, uning o'zi falon narsa mas qilin deb amaldan qoldirish orqali uni amaldan qoldirgan. Qur'oni Karimda hech bir insonning o'zini bir mazhab tutishga buyurmagan. Mazhab tutishni qattiq cheklagan Qur'oni Karim. Her bir insonniki mazhabi, ya'ni o'zi Qur'oni Karim bo'lishi kerak. Boshqa hech qanday bir mazhab, ahli sunniy mazhabi, Shia mazhabi deganga o'xshash bundaq mazhablarning bo'lishi Qur'oni Karimga tamoman zid. Ammo bu an'anaviy dinga kelgan chaqda desa, hozir anıgan xabarda 70-80 mazhabniki gapini qildim. Ushaq mazhabning jiqqo. Aşına o'xshash 70-80 mazhab bor ekan endi. Onun o'zini maxsus payg'ambar alayhissalom xabar bergan bo'lib, oldin Alloh bishorat bergan bo'lib, mening ummatim 73 firqaga, 73 mazhabga ayrılib ketadi. Uning birisi jannatga kiradi, qolgan 72'sinin hammasi jahannamga kiradi deb xabar bergan. Deb hozir bu 73 mazhab bo'lishda şu Peygamber Aleyhisselam bergan xabarning o'zini ijro qilgan bo'lib olib o'tirib chiqib misol. Qanchalik o'zi ittifoqsiz, qanchalik paramparcha bo'lsa, o payg'ambarning sunnatini ijro qilgan bo'lib hozirgi vaqtda. Ammo Qur'oni Karim Qur'oni Karimda Sura An'am'daki 159-oyatida innellezine ferraqu dinahum ve kanu şi'an lasta minhum fi şey degan mush oyatning o'zida Payg'ambar alayhissalomga
burunqi o'zi Yahudi Nasaralarniki nurg'unlagan mazhablarga ayrılib ketganligi Payg'ambar alayhissalomni sen hech qanday mazhabda bo'lishingga bo'lmaydi deb o'zi Alloh taolo buyruq berganligi. Ya'ni hech qanday bir mazhabda bo'lishga bo'lmaydi, faqat Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l bo'yicha mangadigan. Ammo men ahli sunna jamoatning mazhabida, men Shia mazhabida, men Rafiz mazhabida deganga o'xshash aqida mazhablarida misol ahkam mazhablari degan vaqtida Abu Hanifa mazhabida, İmam Şafii mazhabida, Ahmad Hanbal mazhabida degan o'xshash mazhablarda bo'lishligi tamoman xato bo'lganligini, faqat Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanib hukm qilsa bo'lganligi hamma musulmonlar faqat Qur'onga tayanishdan boshqa hech qanday yo'lning yo'qligini Alloh taolo bu oyatda o'zi bayon qiladi. Aqida mazhablari degan vaqtda aqida mazhablaridami Qur'oni Karimda faqatla aqida sohasida ya'ni Alloh ishonish, payg'ambarlarga ishonish, farishtalarga ishonish, oxiratga ishonish, kitoblarga ishonishdan iborat 5 ishonishning o'zini iymonniki asos qilgan Qur'on. Ammo bu nima degan vaqtda bu aqida sohasidagi kitoblarda oxirisida val qadri xayrihi va sharrihi minallohi taolo val ba'si ba'dal maut degan o'zi iboralarni ilova qilgan buningga. Demakki, shunday qilish orqali qadarchilik, ya'ni Alloh taolo hamma ishni o'zing qilasizlar, o'zing sizlar qilgan ish yaxshi bo'lsa, oxirsida yaxshi natijaga erishsizlar. Yomon ish qilgan bo'lsanglar, yomon natijaga erishsizlar desa, ash val qadri xayrihi va sharrihi minallohi taolo degan shu kalimani aşağı kurdirish orqali insonlarning butun o'zi qildigan yaxshi yomon ishni Alloh taolo belgilayotgan qilib, har bir insonga u inson yaxshi ish qilamdi yoki yomon ish qilamdi, uning o'zini peshonasiga yezib etgan, hatto u odamniki jannatga kiramdi, jahannam kiramdi, nima yeydi, nima kiydi, qayerda o'ladidan tortib hammasini o'zini Alloh taolo peshonasiga yezayotgan qilib, ayndaq ko'rsatish orqali Qur'oni Karimdagi qadar sohasidagi hükümlerini özüne tamamen monopol qilib, ta'tur yana insonlar hiç bir zaman bir ishning o'ziniki mayli bo'yicha qilolmaydigan bir holatga tushirib qo'ygan. Ya'ni har qanday ishni qilishdan susishilgan, hech bir ishga qiziqmaydigan bir holga tushirish uchun bundaq bir aqidalarning o'zini o'ydirib chiqarilgan misol. Aqida mazhablarida. Bu sohami hamda maxsus o'zi bir qatimliq suhbat qilish kerak, chunki buniki bu mazhablarniki e'tiqod sohasidagi narsalarni bir so'zlab o'tish to'g'ri keldi. So'zlash uchun uniki har birisiniki nima deydi, qos mazhab nima deydi, eng oxiri Qur'on nima deydi unga. Bunda javob berish to'g'ri keldi. Ahkam sohasidagi mazhablardami boy deganga o'xshash misol jazo sohasida, ya'ni qandaq o'zi, masalan, namoz o'qimagan odamga qandaq jazo berildi, yani 3 kun namoz o'qimagan odam o'ldirildi degan shunday qoidalar bor bu kitoblarda. Zina va chalma kesak qilindi misol deganga o'xshash nurg'ulg'an ro'za tutmagan odam manchki ro'za tutmasa misol darrov urildi deganga o'xshash shunday nurg'ulg'an o'zi Qur'oni Karimda bo'lmagan jazolar bor. Onun için bu ahkam sahasının o'zini maxsus bir kun hammasini deb bo'lamsaqmi, yana shunday nurg'un sohaning o'zini bu kitobda mandaq deyilgan, Qur'onda mandaq deyilgan deb turib o'tirga qo'yish to'g'ri keldi. Shuning uchun bu Qur'onniki atrofini xuddi seriq yo'ga shu nemaning o'zini ziroatni yo'g'ib olib, uni o'skir qo'ymagandek, uni chirib olib, butunlay uning o'zi kağıdını chiqarayotganga o'xshash. Bu bütün özü rivayet, icma, kıyas, başka milletlerin medeniyetleri, tarihleri bu Kur'an-ı Kerim'in etrafını tamamen çirmeye alıp Kur'an-ı Kerim görünmeydiğen bundak bir halet düşürüp koygan. Yana Kur'an-ı Kerim'in özüne şerhileş, düşendiriş, Allah Teala özü üstüge algan iş ekanligini Qur'on özü bayon qildi misol. Uni hech bir inson boshqa yerdan bir narsa kelib sharhlashga bo'lmaydiganligi. Biz misol Qur'oni Karim tushundirmoqchi bo'lsakmi,
Qur'oni Karimda bir qism oyatni tushunmagan bo'lsak, boshqa yerdagi shunga munosabatli oyatlarni akilish orqali, mana ma oyatga asosan ma oyatniki mazmuni mandaq deb tushuntirish o'zi bizning vazifamiz ekanligini Qur'oni Karim bayon qildi. Ammo bizniki olimlarimizga asos bo'lsa, Qur'oni Karimning oyatlarini insonlar tushunmaydigan bir fantastik bir kitob ekanligini, o Qur'oni Karim bir mo'jiza ekanligini, o mo'jizaning o'zini ko'rganlar odam tushunmaydiganligini, uning uchun o'zi uningga payg'ambar alayhissalom payg'ambar alayhissalomniki tushundirganligining o'zini unga naql qilish orqali tushuncha berish to'g'ri ekanligining o'zini bayon qildi. Va shu sababdan qadaq qildi desa, payg'ambar alayhissalom o'lib ketgandan keyin 200, 300, 400 yil, hattoki 1000 yil keyin yozilgan payg'ambar alayhissalomga majbur zo'rlab tengilgan rivoyat hikoyalarning o'zini akilib Qur'oni Karimniki sharhisi qilib oldi. Buningga sura Hudniki 1-2 oyatida Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin xabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun va bashir degan oyatning o'zida ochiq bayon qildi. Ya'ni Qur'oni Karim kim tarafdan tafsil bayon qilingan desa, hammani bilgichi, hikmatli ish qiluvchi Alloh tarafdan o'z tafsili bayon qilingan. Bu tafsil bayon qilinishining sababi nima? Nima uchun Alloh o'zining kitobini o'zi tafsil bayon qilgan degan vaqtda Allah ta'budu illallah. Allohdan boshqasiga itoat qilib qolmaslik uchun insonlar. Agar uni bir inson, ya'ni boshqa bir mollaning o'zi qo'pib, o'ziniki qayosh bo'yicha uni shariylagan vaqtida qanday bo'ladi degan vaqtda o'zining ko'z qarashi Qur'oni Karim kirib qoladi degan gap. Halqi odamniki ko'z qarashi kirib qoladi degan gap. Uni insonlarga degandan keyin insonlar u odamning ko'z qarashiga asosan bir ish qilgan bo'lsa, u vaqtda Allohga itoat qilmasdan u odamning ko'z qarashiga itoat qilgan bo'ldi, amaliyotda shu odamga itoat qilgan bo'ldi. Shu vaqtda nima bo'ldi desa, u o'z shirk, ya'ni mushrik bo'lgan bo'ldi endi. Allohning o'rniga boshqa bir odamni shirk tutgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerda nima deydi desa, Allohning boshqasiga itoat qilib, yana o'zi ibodat qilib qolmaslik uchun insonlarni bu Qur'oni Karimni Alloh taolo o'zi o'ngchi boshqa o'zi tafsil bayon qilganligining o'zini va yana bir oyatning o'zida inna alayna bayona degan oyat bor misol. U Qur'oni Karimni bayon qilish bizniki vazifamiz deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu yerda bayon qilish deganning o'zi mayada bir oyatni tushunmagan bo'lsak, ashini tushuntiradigan boshqa yerda bir oyatning borligini Alloh taolo ishorat qilyapti. Shu vaqtda biz bu yerdagi oyatni tushunmagan vaqtda ma'mullardan so'rab yurishga hojat yo'q. Shuni munosabatlik boshqa bir yerdan shu oyatning o'zini izlasak, ashni shariylangan oyatni izlasak, boshqa yerda uning sharisi chiqadi. Chiqqandan keyin oyatni mana mayar mandaq tushuntiribdi deb shu yerda oyatni oyat bilan tushunish hosil qilib oladi degan gap. Shu sababdan o'zi bu Qur'oni Karimga boshqa bir narsani, mayli rivoyat bo'lsin, mayli olimlarning ko'z qarashlari bo'lsin, undaq narsalarning o'zini qo'shishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Buningga endi bu olimlarniki ko'z qarashlarini payg'ambarga zo'rlab tengilgan hikoyalarni, arabning urf-odatlarini, madaniyatlarini choplash orqali Qur'oni Karimni ko'rinmas qilib o'tganda, shuning bilan bu Qur'oni Karimni ashundoq qilish orqali tamoman o'zi monopol qilib olgan. Boshqa narsalar orqali monopol qilib olgan va u narsalarni cho'disa, haq din qilib ko'rsatgan. Mana shu din bizni nijotga olib deb insonlarga ashundoq tunishtirgan. Ammo amaliyotda u nijotga olib bordi degan vaqtda butun islom dunyosi, bo'libmi Uyg'urlar bugungi kunda mana shu o'zi o'ydirilgan dinniki oqsiga kirish orqali nima bo'ldi desa, dunyo tarixida hech qanday bir millat ko'rmagan bir zulmga giriftor bo'ldi. Ya'ni Xitoyniki bu qadar o'zi eg'ir zulmga qoldi yani. Mushuk hammasi sababi nima degan vaqtida xato bir yo'lga manganligimizning sababidan. Yani o'zimiz kallamizni ishlatmasdan boshqa bir millatniki boshqa bir millatga biz aqlimizni ijaraga berganligimiz uchun mushu nima holga tushib qoldik. Aslida islomni qabul qilishdan burun o'zi Uyg'urlar qanday degan vaqtda o'zi o'ngchi boshqa kallasini ishlatib do'stlik qanday muomala qilishni, dushmanlar qanday muomala qilishni shu vaqtda bilgan.
Qachonki bu o'ydirilgan dinning o'zini, ya'ni Qur'onning sirtidagi bu o'ydirilgan dinni qabul qildi. Shundan boshlab Uyg'ur xalqi faqat o'z oldiga ilgirlayolmadi. Bir qism odamlar o'ylaydiki, tarixda ba'zan tarixlarga yozib qo'yuqliq, islomni qabul qilgandan keyin mislsiz o'zi shundoq gullanib ketgan. Nari gullanib ketadi? Hech qanday bir ijod qilgan bir narsasi yo'q. Masalan, Uyg'ur urf xalq zamonasida matbaa ijod qilgan Uyg'urlar misol, miltiqdor ijod qilgan Uyg'urlar misol. Shunchalik narsani ijod qilgan Uyg'urlar shu arabcha, farscha she'r yozishdan boshqa narsa kelmaydigan. Kechchi o'zi Abu Bakr ani qilgan, Umar mani qilgan, Osman mani qilgan deb arab tilidagi o'z qahramonlarini maqtaydigan shunday holat shakllangan. Bunun hammasi nima desa, Arabniki hikoyasiga, arab qahramonlariga monopol bo'lib, shu arab qahramonlarini o'zi maqtash orqali o'z qahramonlarini tamoman millatga unutg'izayotgan, avlodlarga unutg'izayotgan. Hozirgi vaqtda shu bo'libmi diniy sohada, yana besh namoz o'qiydigan mayli olim bo'lmasimi, besh namoz o'qiydigan odamniki bolalardan tarixda o'tgan olimlarni so'rasa hech qaysini bilmaydi. Bilse faqat Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajibni bildiğandı. Onun da başka El-Farabi deyimiz, o nurgun kahraman alimlerimizden özüne, padişahlarımız ve tarihte ötken kurulgan öz devletlerimizdeki ismini hiç qaysini bilmeydi nurgunları. Hem de o Arapniki kesiyoruz. Ebu Bekir, Ömer, Osman'ın taat, hemmini yadı bildi. Bu halet kip kalıqtık. Şunun için bu yerdeki neyse neymi diye vaxtıda özümüzniki de bilip bolgandan keyin başka milletnikini bilsek o vaqtda bo'ldi. Ammo özümüznikini hech narsani bilmay turib, başka milletniki qahramonlarini, oniki o'zi o ilqi olimlarini, o qurgan davlatlarini uni o'z yodlash bizga hech qanday o'z foyda bermaydi. Aksincha, özümüzniki milliy kimligini unutish uchun bir asos yaratadi va og'ir ziyon soladi bu narsalar. Mana biz şu 1000 yıldan birisi özümüzdeki milli kimligini unutup nurgulgan insanlar özüneki Uygur ekenliginin özüne demeydigan, biz degan Müslümanlı deydigan, milletin nemerisi, milleti İbrahim'nin milleti biz deydigan bunda halet şekillengen. Yani nurgun şu dinde uqallarniki baljaqısını sorsa, senin milletin kim dese, benim milletim İbrahim'nin milletinden deydi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'ını sen İbrahim'nin milletinden deyişte onun boğusu İbrahim boğan. Onun için yani her qanday bir insan özüneki ecdatlarını unutup kalmaslık için Allah Teala onun karşı nasihatini qilgan. Bu noktada aytgan vaqtda biz özümüzdeki ecdatlarını unutup kalmaslık için qanday qilishimiz kerak derse, biz İbrahim'nin milleti emas, İbrahim bizning boğumuz emas. Nima? Oğuzxon, Sotbuğraxon misal. Költekin mesela bu o'zi qahramonlar, bu podsholar, Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajib, mana bularning o'zini bizning ajdodlarimiz desak, u vaqtda bizga to'g'ri bo'ldi. Ammo biz xalqning ajdodlarini talishib qo'yadi, bizning ajdodlarimiz faloni İbrahim, Musa, İsa deyishimizga hech qanday hojat yo'q. Ular payg'ambar desak bo'ldi. Onun artıq o bizning ajdodlarimiz emas. Bizning ajdodlarimiz boshqa. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtda shu an'anaviy dinga eslish sababidan millat hattoki o'zining milliy ruhini, milliy kimligini unutib ketgan. Milliy ruh butunlay yo'qolgan, o'lgan misol. Uning uchun o'zi millat, vatan, millat uchun kurash qilamiz desa, xo'shaqmaydigan. Ammo Shamga o'rib, Arabning tuprog'ini qo'g'daymiz, Makka Madinani qo'g'daymiz desa, hech qanday narsa qarmay aşağı görüp o'zi o'lib berishga rozi bo'lgan. Manda holat shakllanib ketgan. U Makka Madinani, Qudusning o'zini, o Shamni Arabning tuprog'i Arab o'zi qo'g'daydi. Bizniki u yerga berib urush qilishimizga, u yerga berib o'zi ularga o'z yordam qilishimizga ularning hech qanday ehtiyoji yo'q. Biz ulardan ming hazo ehtiyojli hozirgi vaqtda. Bundaq bir sharoit turuqlig'in, bundaq bir o'zimizniki ustida nihoyat og'ir yuk turuqlig'in, ondan keyin boshqalarniki yalg'on yo'qdaq gaplarga ishinib, o'sha yerga biz o'lsang shahid bo'lsa, ani qilsang g'ozi bo'lsa degandek
o'zi gaplarni qilib qo'ysa, o'shaga berib o'zi boshqa bir millat, boshqa bir yer uchun o'lib yurish, bu o'ziniki millatiga, o'z vataniga xiyonat qilganlikdan boshqa narsa emas. U vatan millatning xoini deymiz biz uni. O'z millatini nima qilmagan, so'ymagan, o'z millati, vatani uchun kurash qilmagan, bundaq o'zi boshqa bir millat, boshqa bir tuproq uchun kurash qilgan bundaq insonlarning o'zini vatan millatning xoini deymiz. Boshqa hech qanday o'zini boshqa bir ismi yo'q uning berdigan. O'zicha o'zini bir mujohid deb hisoblash mumkin. U mujohid bo'lolmaydi uning odamlar. Nima uchun degan vaqtida Qur'oni Karimda o'ziga tajovuz qilmagan bir insonlarga berib o'zi hujum qilish tajovuz hisoblanadi. Unda tajovuzchilarni vallohu la yuhibbul bul nima nima tajovuzini yaxshi ko'rmaydi degan oyatlar bor Qur'oni Karimda. Uning uchun u yerda biz hech qanday bizga tajovuz qilmagan, biz bilan hech qanday aloqasi yo'q, hayotimizda tushimizda ko'rmagan bir insonlarniki yurtiga kelib, andaki u yerga o'zi savob bo'ldi degan nom bilan berib o'zi kurash qilish, u bizga hech qachon foyda kelmaydi, ham insoniyatmi uni to'g'ri tushunmaydi. Masalan biz minglarcha kilometr yerdan kelib, u yerga kelib o'zi kurash qilishimiz, boshqa odamlarni ketmincha bu ishni qilishimizning o'zini boshqalar nima deydi desa, terrorist deydi faqatla. Shu yomon qalpoqni kiydi, undan keyin u millatning yuziga shunday o'zi qora dog'ni sugab, xalqarada u inson o'zi terrorist degan qalpoq bilan Uyg'urlarga zulmni akilishdan boshqa hech qanday bir foyda bermaydi. Mana mushuning o'zi nima degan vaqtda Qur'oni Karimdan chiqib boshqa bir narsani din qilib olganligi, arabdan iborat bu narsaning o'zini xudo tutib olganligi va arab uchun xizmat qilsa u Alloh rozi bo'lganligi. Bundaq bir o'zi e'tiqodga kirib qolganligining sababidan bo'lgan narsa. Yana masalaning o'zini Qur'oni Karimdagi ahkamlarga va Qur'oni Karimdagi illat ko'rsatilgan illatlarga serishtirish orqali hukm chiqarishni Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurdi. Yani Sura Ali İmran'daki 7. ayetinde Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkematun hunne ummul kitâb ve uharu muteşâbihat feemmellezîne fî kulûbihim zeygun feyettebiûne mâ teşâbehe minhu ibtigâ'el fitneti ve ibtigâ'e te'vîli ve mâ ya'lemu te'vîlehu illallâhu ve'r-râsihûne fil ilmi yekulûne âmennâ bihi kullun min indi rabbina ve mâ yezzekkeru illa ulul elbâb degan bu oyatning o'zida usul fiqhining o'zini Alloh taolo bizga o'rgatadi. Hukm eni Qur'oni Karimda ikkinchi tarafga desa mutashabihat o'qitish orqali, misol nurg'un qatim dedik buning o'zini bir odam bir narsa bir o'zi masalan aroqni misol olsak, aroqning o'zini Qur'oni Karimda xamir deydi. Xamir deganni insonni mast qiladigan narsa degan gap bunday aytgan vaqtida. Endi ash mast qilish xususiyati bor har qanday bir narsani, mayli u ichadigan narsa bo'lsin, mayli yeydigan narsa bo'lsin, mayli o'zi o tumu urdigan narsa bo'lsin, insonni mast qiladigan yoki bo'lmaydi, uni o'zi ya'ni aqlni normallikdan chiqarib atadigan, ya xunuklashtirib atadigan yoki jadal qo'qilib atadigan ashunday bir narsa bo'lsa, u narsaning hammasi desa Qur'oni Karimdagi ash xamir degan illat kirdi. Shu o'zi o'z vaqtida Payg'ambar alayhisalom zamonasida faqat aroq bo'lgankan, illatga kirdi. Nashqa o'xshash yoki oqtamoqqa o'xshash bir narsa u bo'lmagan vaqtida. Endi bu yerdagi illatning o'zini biz surishti qilish orqali ashunga insonning o'zini xunuklashtirib atadigan, yo jadal qilib atadigan, ish qilib aqlni normallikdan chiqarib atadigan bir narsa bo'lsa, aşı illatga selish orqali buning hukm chiqarishni o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurdi. Yani her narsadagi illati Qur'oni Karimda bayon qilingan, u illatga o'xshaydigan bo'lsa, shu illatga berilgan hukmni ba'zi to'g'ri bo'lganligining o'zini Qur'on bayon qildi. Uyg'urchada illat degan gap boshqaroq ma'noda ishlatiladi. Sizlar
Arapça İllet deb dini qo'ydingmi? Arapça deb qo'yildimi ki? Mesela Illat deganning illet o'zi düzelmesi millet düzelmeydi dedik ama Arapçadaki illetin manası başkarak onu bir düşündür etmesine. illat deganning o'zini sabab İllet demdikmi? şart mı? Shart demdikmi uni? He. Sabab demdik Yani ya. sebep bize kim oldu? Sabab. Şu sebep başka bir narsa tepilgan sebep ikkinchi bir narsada de bo'lsa ikkisidagi sebep birisiga o'xshashganligi uchun birinchisiga berilgan hukmmi ikkinchisiga berildi degan gap bo'ldi. Qur'oni Karim mana mushundaq o'zlarini qildi. Bir tarafda hukm aniq, ikkinchi tarafda desa sebep bayon qilingan, sababning o'zi yana misol o'g'riga kelgan vaqtda bir narsani egisiga ko'rsatmay evolsa u o'g'irlik qatori berilgan gap. Hozirgi vaqtda desa bizniki kartimizdan bizni yanchig'imizga yaqin kelmay turib necha yuz kilometr yiroq turib kartimizniki bir yerini bilib olgan bo'lsa shu kartni o'g'irlab ketgan ishlar bor misol. Mana shuning o'zim o'xshashlar shu halqi egisiga ko'rsatmay turib elib olish degan qoidaga tushdi. Bu o'g'irlik degan bo'ladi. Shu vaqtda nima bo'ldi desa shu yanchig'imizni bir odam o'g'irlab evolganga qarta berilgan jazo o yiroq turib ko'zimizni ko'rmagan, tushimizni ko'rmagan bir odam kartimizdagi bir yerini bilib olish orqali uni evolgan bo'lsa, ash jazo unga o'xshash berildi degan gap. Ya'ni demak bu yerda sabab o'xshash. Ya'ni halqi narsaniki, ya'ni halqi ko'rsatmay turib, yana elib olganlikdan iborat bu sabab ikkisi o'xshash bo'lganligi uchun jazo o'xshash berildi degan gap endi. Demak, mushundaq narsalar hammasi Qur'oni Karimda aniq bayon qilinliq. Bayon qilinsa, buningga nima deydi desa, Qur'oni Karimdagi bu o'zi usul fiqh deydi buning o'zini. Qonunchilik qoidasi degan gap hamda buningga qadar qildi desa 1400 yil burungi zamonda qilganmish deb payg'ambarlarga payg'ambar alayhisalom bo'libmi chaplangan sahobalarga chaplangan rivoyatlarning o'zini akilib mana ashnaqa selishtirish orqali hukm chiqarish bu odatga aylanib ketgan. Bir odamdan soqol qo'yish qanday bo'ldi, soqol qo'ysa qanday bo'ldi desa, Qur'oni Karimda o soqol to'g'riliq mandaq debdi demasdan payg'ambar alayhisalom andaq qo'ygan, falon sahoba mandaq qo'ygan, falon mazhab uni mustahab degan puston mazhab, odat degan puston mazhab, sunnat degan deb 5 patmon gapni qildi. Sen nima deysan u vaqtda? Qur'on nima deydi? Sen Qur'ondagini gap qilar desa, uni Qur'ondagi gapning o'zini bir og'iz gapni qilib bera olmay o'tirdi misolda. Ya'ni demakchi bo'lgan nima degan vaqtda Arabning urf-odatlari, Arabning madaniyatlari bu narsalarning hammasi bu islom dini degan bir cho'ng bir maydonning ichiga kirib, butun o'zi Qur'ondagi haqiqiy islomning o'zini tamoman qalaymaqon qilib o'tgan. Uning ichida insonlarga xo'sh yoqadigan, ya'ni shu vaqtdagi mollalarga yoki shu vaqtdagi hokimiyatga xo'sh yoqadigan yerlar qip-qariqliq, xo'sh yoqmaydigan yerlarning hammasini jo'risa, nasix-mansix o'yini o'ynash orqali tamoman o'zi yo'q qilib o'tib, o'zining ko'ngli xohlagan darajadagi hukmlarni qo'yib ijro qilib kelgan. Ashundaq qilib o'zi Qur'oni Karimni monopol qilgan misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz biz hozir tar doirada misol sifatida so'zlayapmiz. Buning har birisiga shu bu yerdagi oyatni muhkamatni umul kitob va uxaru mutashabihat ikki jumla so'zni tushuntirish uchun bir dars bo'ladi misol shu. Ya'ni qanday qanchada nima qilamiz, nima hukm qanday o'zi qilingancha to'g'ri chiqarilgan bo'ldi, qanday qanchada xato chiqarilgan bo'ldi misol. Buning o'xshash narsalar tafsil bayon qilingan bir payt kelgan vaqtida uni tafsil bayon qilamiz. Ya'ni qo'limizda usul fiqh bu narsalar hammasi bor, Qur'on hammasi bor. Shuningdeki bular biz tarixda qilib kelgan shu arabniki ko'ni dindan qilib qolgan qoldiqlarning o'zini qanday ijro qilib kelibdik din nomida. Qur'on aslida uning nima deydi misolda buning o'zini aniq o'zi bayon qilamiz inshaalloh. Uningdan boshqa siyosiy monopolchilik. Siyosiy monopolchilikning o'zidami shu payg'ambar alayhisalomniki Hudaybiya sulhida payg'ambar alayhisalom shunday bir siyosat qilganki,
aş siyasetini hazırgaçılık özü kötürüp yurduğan. Peygamber Aleyhisselam'ın o zamandaki siyaseti şu zaman has bir siyaset ekenligi de hazırkı zamanda onun neticesi murakkep siyasetinin bağlılığını his kılmaydıgan. Onda bir halet şekillenirlik. Yani onun da başka siyasetini hem siyasetin asla haberi yok. Hiçbir zaman siyaset uqып bakmagan Karakosak molla özü kolu vereklik ve milletini siyaset bildiğin bulup ölüp aşı milletin aldığı çıkıp vereklik misal. Hiçbir zaman ma siyaset uqgan mundaq bir insanga ma özünü bereyle men bir dini sahada uqgan insan bolgandan ma dini sahada hizmetimni qilay. Men bu sahani bilime, ani bilmeyme demezdik endi. O Kur'an'ı bildi ya Kur'an'ın özünden yad aldı ya bir parça özü kitap okudu Arapça. O bütün dünyadaki astronomiyani sözlese o herkesini yaratmaydıgan. O biyologiyani sözlese şöhret mutelimini yaratmaygan aynı halet çıktı. Siyaset geleceği atıyorsa o siyasetni mi dünyadaki en güçlü siyasetçilerini yaratmaydı. Mandak halet şekillendik. Onun için bu yerlik nesne mi dese hiç nesinin haberi yok. Aletki bir insanlar kopup özünü halkaralık siyasetçi Katar'da köstüp milletniki beşiği çıkıp milletini men özü kutkuzma dep nurgun insanların aksı sep jügelligi bu bizniki yana tehim bek özü etinarlık bir vaziyetimiz manda şey kavasında. Yani millet biliş gerek ki namaz okuyduğun vakit gelse, namazı imam bolduğun bundaq bir iş gelse, tamam. O mollunun özünü imam kılsın. Bir yer Kur'an okuyduğun iş olsa, o vakitte o mollunu okutsun. Boldu o, yetidi o. Hem siyaset gelgence atıyoruz. Siyaset gelgence adım mollunu çıkırdığın. Misal değil mi? Askerini aldığı gelgence adım o bir mollup kalkanlığı için onu hem her bir generaldın mı üstün görüp, onun özünü askerini beşiği çıkarıp aldığın. Bunda aletin buluşu o milletniki asla öz kalbi kılamayganlıkniki nemiz emdi. Alameti. Eğer o millet biz çokum kutuluşumuz gerek bu zulümden dese her işka şu işinin ehlini koyuş gerek. Kur'an-ı Kerim'de her işini şu işinin ehliga beriş doğruluk ayeti var. Onu şaşı molla bilidi. Bilip durup özüneki ornunu bilmeydi. Mesela. İktisadi monopolçılık. İktisadi monopolçılık gelsek jilda jigadigan sadiq pitir zakat ve her xil yardımlarının özünü monopol kılıp aş mollalar biz palaniye görümüz, pustaniye görümüz degende yalga yavdan gaplarni qilish arqılık mesela bulukmu Türkiye'ye evetdigan moyndaq işlarni ait evcep ketiklik mesela biz Angliyada evet qo'yag bir zamanlıda bundaq işlarni ait evcep ketiklik u yer bo'lgandan ko'rsa u yer bo'lgandagi qanchiligi o g'arb musofirni qo'liga tegiyotidu ve qanchalik tegmayotidi uning hech qanday xabari yo'q qarasa hiçbir zaman ishlameydigan işleşme öz hoş yapmaydigan bu adam ishqimi olmaydigan qarasa shundoq darajadagi ayda bir qatim o'zini so'pinda jumaydigan ash mollning o'zi qo'p nim qilib desa qarasa qo'ngida o'zi 5 batman o'zi puli yaraydigan mashina turgan uyning nochillari turgan ya tijoratni tayin yo'q hech qanday bir ishni qilmay turib beyib ketdik qanday beyib ketadi degan vaqtida hech qanday dasmiy sanmay turib topadigan bekor pul misolda Aşağıda Allah'ın ayetlerini, Allah'ını, peygamberini pulga sepip, onundakin özü insanlarınki iktisadını monopol kılıp, yani şundak yaşaydı. Onun özün teşkilatga, vatan millet için hizmet kılavatkan teşkilatlarga, okuvatkan okuvchilarga, onun özü aşındak adamlar yardım kılışımız gerek dese, yok. O sarıqı degenin özü, g'arib musafirga berildigan narsa, u yerga bersak bo'lmaydi deb onu beşini ağırtıp beşini kaydırıp insanlarınki. Onundakin özü özünün menfaati için aşındaki özü iktisatını monopol kılıyor. Emniyette onu vatanın azatlığı için milletnik özü ilim marifetlerinin özünü tekimbek yaxşı kılış için yani yaşlarını tekim yaxşı okutuş için işletilgan nersini apırıp kandak kılıp dese özüneki geli için işletip milletini aşındaki özellikle cehaletini kutlanmaydıgan mustamlikini kutlanmaydigan bundaq bir xaltı koçuq başlap qo'yildi. Jamiyat monopolchiligi va yana buning har birisi bir mavzu aldimizdagi vaqtlarda buni nim qilamiz.
Cemiyet monopolçılığının özünü cemiyette aşı insanlar yani cemiyetine başvuruyorlar. Cemiyetteki insanlarını grup ağırıp aşı insanlar aşı mollaların öz ayındaki monopol kılıyor. Onun ki her xil mezhepleri var. Bazıları tek Selefi dep özüne Selefi mezhebi deydi. Bazıları Vahabi deydi. Bazıları Bijme deydi. Aşında kılıp grup ağırıp ularni özüneki aşında kılıp paydalanış menbesiga aylandırıyorlar. Kanun monopolçılığı. Yani öz kanun kelgen çağdım qanday qıldı degan vaqtda hiçbir zaman o men kanunu bilmeymi demeydi. O kad näsi kanundan neçe yüz, neçe min kilometr şirak deyli. Aşındaq turğulğun bir dövlet yaşagan bolsa ömür vaqi o dövletniki kanunu ep oq bakmaydı. Ama kanunu sözlədisi bütün dünyanın kanunu aşı adam tüzüp çıqqandek. Kanundan zerretilik haberi yok. Kanun degan narsani zaten bilmeydi. Ama bütün dünyanın kanunu aşı tüzüp çıqqandek haqqa aşındaq yoğan sözler özünün hemini bildiğin qıpayında kanun monopol kılır. Hukuk monopolçılığı, ceza monopolçılığı mesela ceza monopolçılığı dema adette qandaq qıldısa özüge hoş yaxmaydigan adam bolsa, onun her xil laqamlarını qoyup jazalaydigan, haqaretlaydigan, mushundaq holatlar nayet keng kuşada buluqluq. Bunun özü burunqi mezheplerden tartib buluqluq. Aşı aqid mezhepleri deymiz. Aşı her xil aşı mezheplermi şu bir-biriga aşındaq özü haqaretlarni qiliqliq, o haqaretni qilish bularga miras qiliqliq. Şu sebepten bu tügümeydigan bir balağı tıkıp koyganlık için mezhep degan narsani o'tirg'a chiqarish orqali her ikkisi musulmon desimi ikki mezhep bo'lganligi uchun bir-birini o'ltirishniki nihoyat o'zi nima farz ekanligi, bir-birini o'ltirsa huzur oldiganligi, huzur oladigan ashundaq bir holat shakllanadi. Ikki taraf biz la ilahe illalloh Muhammad Rasululloh deymiz deydi. Ama la ilahe illalloh degani bilan ikki taraf har ikkisini bir-birini qinni issa huzur oladigan bunday holat shakllanadi. İlim monopolçılığı misal. Fakat Kur'an okusa, hadis okusa, fiqh okusa, şunu 1000 yıl burunqi hikayelerini okusa, Arap tarixini okusa, Arap medeniyeti, örf adetlerini okusa, ilim hesaplanadigan ve zamanıvi ilimlerini okusa dese, o ilim hesaplanmaydigan manda holat shakllanib qoladi. Ticaret monopolçılığı şundaq, sayahat monopolçılığı şundaq. Sayahatning özünün misal qanday qildisa, fakat Mekke Medine'nin özüne ziyaret qilib sayahat oldiganligi va o savab oldiganligi boshqa yo'q bo'lsa, gunoh oldiganga o'xshash ashundaq o'zi hikoyalarni saradi. E'tiqod monopolchiligi. Masalan, Qur'oni Karimda e'tiqod qanday bo'ldi? Uning o'zini Qur'on nihoyat ochiq bayon qiladi. Ammo buning cho'risi Arab tilidagi shu koni e'tiqodni bozorga serish orqali Qur'oni Karimdagi e'tiqod to'g'ri kelmaydigan ashundaq bir narsani o'ttirib chiqariqliq. Şunu olan Kur'an insaniyetteki itikadını tamamen öz buzub etkilik. Allah Teala halgan adamı anı qıp berdi, halgan adamı manı qıp berdi degandeki hikayeni sözlep, insanlar Allah Teala özen kıl degenin özüne Allah halis qıp berdiğine apırıp koyup, insanlar hiç bir iş qılmışsın bolduğan bir Türk imamlık sözler vaktinde göre ötkendi. Muş ayetini okusan hiç qanday iş qilish hacet yok. O rizqini Allah verir deb ashundaq so'zlar otqanini ko'rsatadi misol. İbadet monopolçılığı misol. Keç gündüz ibadetga da'vat qilish va o'zi Allah Taala buyurgan ibadetni o'zi qarib qo'yib, uning natijasi yani qo'shib, insonlarning o'zini ishlab, jahandachilik qilishdan mahrum qilib, ibadetga band qilib o'tish. Bundaq o'zi monopolçılık. Ve başkalardaki e'tiqodiga aralashish orqali boshqalarning e'tiqodini monopol qilish. Misol, boy deganga o'xshash, agar o'zi uniki deyotgan gaplarga to'g'ri kelmasa yoki o'zining e'tiqodiga biroz o'xshamasa, uni murtad, murji, kafir, yahud, nasara deb har xil laqam bilan laqam qo'yib, uniki inovatini tushirib,
o'zi ashundaq o'zi qilish bularniki ishlarini keng avjagan ashundaq qilib o'zi boshqalarniki boshqa odamlar shu mush e'tiqodni chiqarsam mush odam men murtad devasa men jahonda ochilib qilolmaydigan o'xshayman deydigan holatga kelib qo'ygan. Ammo Qur'oni Karim desa lakum dinukum valiyadin. Hamma odam diniy e'tiqodi o'ziga, boshqa odam diniy e'tiqodiga aralashib bo'lmaydi deb Qur'on bunday bayon qilgan. Kiyim-kechak monopolchiligi, misol, urf-odat monopolchiligi. Urf-odatning o'zini Qur'oni Karimda qanday urf-odat qanday o'z yo'llarni qo'ygan, cheklamalar nima, yo'l qo'ygan taraflar nima? Ammo hozirgi odatimizdagi urf-odatlar desa boshqa. Misol, Arabning urf-odatlari bo'lsa to'g'ri bo'lgan bo'ladi, boshqa millatning bo'lsa xato bo'lgan bo'ladi, misol. Madaniyat monopolchiligi, nasix emas, halol harom monopolchiligi misol. Halol haromning o'zini o'zi bilmaydigan, o'zi yeb odatlanmagan narsa bo'lsa hamma harom, yegan narsaning hammasi halol. Bundaq e'tiqod qilib kelgan va boshqa insonlar, boshqa musulmonlarning o'zi o o'zniki yurtlarda, bizniki vatanimizda bo'lmagan narsalarning o'zini u yerda yesa, uning qarta andikin uning o'zini harom narsani yedi deganga o'xshash, bundaq fatvolarni berish orqali monopol qilish. Meva-cheva, kiyim-kechak, tildan tortib bularning hammasi desa bir o'zi arabning urf-odat, madaniyat, til, yoziqlarini o'lcham qilib olgan va shu orqali u boshqa millatniki urf-odat, kiyim-kechak, e'tiqod hamma narsaning o'zini monopol qilib olgan. Muşunun o'xshash yana jiq soha va bu monopolchilikda buning hammasini qanday tarixdan buyon, ya'ni hozirgilar molla emas, tarixdan buyon shu molla sohasidagi insonlarning hammasi shundaq dinning har xil o'z manfaati uchun har xil narsalarni o'zini o'ydirib, undan keyin o'z dinini monopol qilib, o'ziga xizmat qildiradigan, o'zi manfaatlanadigan bir holatga akib olgan. Shuning uchun biz buni her bir ders mevzunu muşunun içinde. Her bir mevzunu inşallah bir ders qilib so'zlaymiz oldimizdagi kunlarda. Hozir biz nima qilishimiz kerak? Masalan, siyosat sohasida qanday qilishimiz kerak? Iqtisod sohasida qanday qilishimiz kerak? Asosan buni bir so'zlab o'tdik, ammo bir tarafini so'zlab o'tdik. Ammo buning o'zini qo'limizga bular o'qiyotgan kitobni qo'limizga olib turib, Qur'on bilan ikkisini selishtirib ko'rgan vaqtida bu yerdagi xato narsalarni aniq o'zi o'tirib qo'yamiz. Shuning uchun millat Qur'ondagi din bilan o'zi burun e'tiqod din deb e'tiqod qilayotgan yolg'on dinniki o'tirish farqini bilib olaydi va bu yolg'on dinniki bizniki mushkul qilishimizdagi sabab bo'lganligini o'zini shu vaqtda his qila oladi. Hozirmi bizniki mush darslarimizga nima qilib kelgan, o'zi quloq solib kelgan odamlarning nurg'unlari bizning mushkul qilib qolishimizdagi sabablarni asosan tushunib yetishlik. Shuning uchun biz bu yerda texnik aniq bo'lsin uchun buning o'zini boshlaymiz inshaalloh 85-qismidan boshlab. Hozir 1 soat o'tib qoldi. Shuning uchun ancha-muncha oraliqda qarindoshlarning gap so'zlari bor. Ba'zi savollar bo'lsa, ularga javob beramiz shuning bilan. Xo'sh. Allah razı olsun. Endi bu bayatın yankısı nurgulagan meyli iqtisat, meyli siyaset, meyli ilim, meyli turmuş, meyli hüküm, fiqhi, nurgun sahalarga endi monopol qilinib ketganligi, monopol qilingan islomning Qur'ondagi islomga qarshi shakllanganligini so'zlab o'tdilar. Endi shu buning uchun oldi bilan endi shu Qur'onni monopol qilish. Qur'onda endi sizin bayatın dediler, shu xiralashtirib tushungil olmaydigan mushu xil. Sen tushunolmaysan deb bu degan arabcha, arab degan arab tilini bilmasang olmaydi deb shu degandagi to'g'ri hukm chiqarish uchun bilish kerak. Bilib deganlar Qur'on olsan degan bo'lsa,
Biz onunğa nima qilishimiz kerak? Amal qilishimiz kerak. E, Doğru. Şuningki yine başqa sizlar his qilgan boshqa yo'llarim bormi? Masalan, Qur'onni monopol qilish uchun zadamda insonlarni yaqinlashtirmaslik uchun shundan boshlanadiki bu ishchi. He. Endi Qur'onni Qur'onni o'zgartirmaydi. he. Qur'onni endi monopol qilishninki nimasi qanday degan vaqtida buni bir tarafdan nihoyatda inson bilolmaydigan darajada bir sirli kitob qilib ko'rsatdik. Onunğa insanlar borsa, ba'zi odamlar anlaymiz. Sör Fatihaga 3 kun ma'ni etibdi degan gapni qiladi-da. Bir tal Sör Fatihaga 3 kun, har kunsi 8-10 soatdan ma'ni etgan bir molla bo'ldi ekanda endi. Demak bu nimani bildirdi desa, u tehi shunchalik ne qilibdi, uni ma'ni tafsir qilibdi. U tehi kichkina bir yerning o'zini tafsir qilibdi endi. Aşındaq düşendirdi bunun özünü. O peygamber 23 yılda bu Kur'an-ı Kerim düşüp, onun özünü insanlığa düşendirip, onun etrafındaki insanlar anlagandaki düşünüp kelgen bir kitap. Bizning zamanımız kelgen çağda bir tal ayetin neçe geç gündüz ma'nisi onunki o ma'nisi tugmaydigan, insanlar düşünüp olamaydigan muşundaq holatda uni sirli kitap qilib ko'rsatdik. Qur'oni Kerimdagi mo'jiz degan o'zi mavzu nimasiga qarab, o mo'jiz deganning o'zini inson tushunmaydi deb qaraydi. Aslında bu nima degan vaqt mo'jiz bo'lishning sababi nima degan vaqtda Alloh taolodan kelgan narsaning hammasi mo'jiza. Alloh yaratgan narsaning hammasi mo'jiza misol. Daraxtniki bital yopilmagining o'zimicha desa mo'jiza. U nima ish qiladigan vaqtda inson uni qilolmagandan keyin inson ojiz qolgandan keyin mo'jiza bo'ladi u narsa. İnson uni qilishdan ojiz kelgan narsa degan gap bo'ldi. Qur'onning o'zimi nima ish mo'jiza deymiz degan vaqtda Qur'onning o'zida bor. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة degan mush oyatning o'zida agar siz Qur'oni Kerimdagi Allohniki kitobi ekanligini, Alloh tushirgan kitob ekanligini o'zini sizlar uning ishonmasanglar, ya'ni gumonlansanglar, Alloh tushirganlikka sizlar gumon bilan qarasanlar, Qur'onga o'xshash bir kitobning o'zini keltirib beqinglar. Ya'ni bu yerda bir so'rni keltirib beqinglar deydi. Kichik bir so'rning o'xshini keltirib beqinglar degan oyat bor yana. Bütün o'zi dunyodagi sizlarga yordam qilamiz degan odamni hammasi yig'ib kelib, shu Qur'onga o'xshash yoki Qur'onniki bir tal so'risiga o'xshash bir narsa keltirib beqinglar deydi Qur'on. Agar sizlar hozir qilolmasanglar, buningdagi mangu qilolmaysizlar degan shu oyat orqali Qur'oni Kerimdagi mo'jiza ekanligining o'zini bayon qildi. Chunki nima ish qilsa keltiringlar desa, uni keltirolmaganlik u inson uni keltirishdan ojiz kelganlik degan gap. Mo'jiza degan boshqa narsa emas. Mo'jiza degan uni qilolmaganlik. Misol, mana bu 100 kilo toshning o'zini ko'rsatib, "A toshni ko'tar" desa, "A toshni ko'tarolmaganligimning o'zi u meniki ojiz kelganligimni ifodalaydi." Xuddi shunga o'xshash Qur'oni Kerimni sen keltira desa, Qur'ondagi bir kitobning o'zini yozib chiqar, yozib chiqolmascha desa, u vaqt Qur'oni Kerimdagi bir kitobni yozishdan ojiz keldi degan gap bu. Mo'jiza degan ashuna gap bu. Ammo buning o'zini sirliqlashtirib, uni hech kim bilolmaydi. Deb o'tirib, shu oyatning o'zida bor. Masalan, mutashabihat degan boyagi oyatning o'zida Fa'amallazina Mush oyatning o'zida "Va ma ya'lamu ta'wilahu illallohu va rasikhuna fil ilmi" degan mush oyat bor. Mushuning o'zini tarjima qilgan odamlar uni faqat Alloh biladi deb va rasikhunaning o'zini va ibtida, ar-rasikhuna mubtada fil ilmi jar majrur xabar deb mundaq qilib uningdagi tarjimani ashuni qarta qildi. Va yaxshi bilimli insonlar bunun hammasi Rabbimiz tushgan narsa deb iymon etdi faqat. Deb uni faqat Alloh biladi, boshqa insonlar bilolmaydi deb o'zi bayon qiladi. Ammo bu Qur'onning matnisi qarshi desa, matnisning o'zida rasikh fil ilmi, ya'ni yaxshi bilim egasi bo'lgan insonlarmi bu Qur'oni Kerimni bila oladi degan gap.
Uni o'z olimlar bilolmasa, u vaqtda o Qur'on qanday erişalaydı? Qur'on eshitib maqsadni insonlar bilolmasa, u vaqtda uni qanday o'ziga yetakchi qilib mang'alaydi misol. Bilmagan narsa qanday o'zi insonlarga yetakchi bo'lalaydi? Bundan 5000 yil burun yozilgan bir kitob bo'lsa, uni hech kim o'qiolmasa, yoki bo'lmaydi harflarini to'nib deyli, uning ichidagi o har bir so'zlikni inson tushunmasa, u vaqtda o kitob insonlarga yetakchi bo'la olmaydi. Onu bilse insanlar ma kitap mandaq depti dese onundakin onu erişalaydı, onu icra kılalaydı, o vaqtda onu amal kılalaydı. Allah Teala insan bilmeydiğin bir narsani tushirib qo'yib, andik anın amal qilsa dese, onu insanlar bilmese qanday amal kılalaydı onu. Muşunchilik bir narsaga aqlni ishlatmak misol. Nurg'ulg'an dini olim degan odamlar. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karimni hech qanday inson tushunolmaydigan bir narsa qilib ko'rsatib, uning o'zini faqat payg'ambarga chaplangan rivoyat orqali tushunadigan holatga kelib qildik. Rivoyat bilan u Qur'onning o'zini monopol qilib misol. Shuning uchun bu yerda Qur'onda bir, ya'ni jamiyatda bir masala bo'lsa, o jamiyatdagi masalaga javob beradigan vaqtda Qur'on qaramasdan o Qur'onni o'zi tushuntirgan kitob qatorida hisoblab, o rivoyat kitobi orqali javob berganga tirishadi. Rivoyati bo'lmasa desa, bizning kitobimiz yo'q deb javob berdi. Misol bank voqeasini so'ragan vaqtda men bordim. Bankning qanaqa bizning kitobimiz yo'q deb javob bergan. Sizning kitobingiz bo'lmasa o vaqtda bankga pul qo'ymaslik masalasida sen javob beramisan, insonlik qanday qildi? Sen insonlarga o'zi yo'lini to'g'ri ko'rsatib beramisan, o vaqtda javobgarlik kimga endi shu vaqtda? Sizning olim bo'g'ning nima ketdi? Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda gerçi bu kitap, yani Kur'an 1400 yıl burunki zamanda qulluq davrida tushgan bir kitap bo'lsa-mu, ammo har qanday bir davrga javob bera oladigan bir o'zi usulga, bir o'zi sistemaga yoki prinsipga ega kitap. Yani Qur'oni Karimda har bir sohaga bir prinsip bor. Shu prinsipga asoslanib turib javob bersa, uning to'g'ri javob bergan bo'ldi. Yani insonlarning kallasini o'tadi va u javob bergan odamni qanoat hosil qildi. Shuning uchun bu yerda bu hozirgi devatgan mavzuning nima har birisi bir ders inshaalloh oldimizda. Uning o'zini e'tiqod sohasiga kelsa, ahli sunna va jamoaning e'tiqodi, boshqa o'z sohaniki, ya'ni bir qism hammasini deb bo'lmaydi, 73 firqaning hammasiki e'tiqodini so'zlab o'tish aslo mumkin emas. Uning uchun bizga eng kerak bo'lgan bir qism sohani so'zlash orqali Qur'oni Karimdagi e'tiqod qandaq, u kitobdagi e'tiqod qandaq. Uni bir-birisiga selishtirish orqali inshaalloh texambek xalqimizniki bizni qandaq bir yo'l kirib qolganligini bilib olishiga bir o'zi nima qilamiz? Yordam qilishimiz mumkin inshaalloh. Yordamimiz bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bu Qur'onni monopol qilib olgan birinchi omil nima desa, Arabning urf-odati, madaniyati va shu Payg'ambar alayhissalom va sahobalar haqida to'qilgan rivoyatlar. Mana shu o'zi asosan monopol qilib olgan Qur'onning o'zini. Ammo amaliyotda Qur'oni Karim inson bilolmaydigan, tushunolmaydigan bir kitob emas. Nihoyat tafsili, Qur'onning o'zidan ba'zan mufassal deb. Mufassal deganing o'zi nihoyat o'zi tafsili bayon qilingan bir kitob. Ya'ni insonlar tushunmagan darajada unda mujmal emas degan gap. Xo'sh. Yeni birisiga ahil usul bilan nima qildi deylamdi uchun. Yine başka bir Kur'an'a to'g'ri bo'lgan bir ko'z qarash bor-da. O'sha Qur'onda hamma narsa bor deb, matematikim bor, jo'grafiyam bor, siyosat bor. Ishqilib hamma narsa bor-da buning uchun. To'xta. Ajina deb turib, xuddi nimaninki Ashura eshi aytilgan
Yoki misli bir so'pilarninki mazaliqda cho'ng bir dash qazandırıp ekan-ku, nimeneki selip yedirishib, elib ichib qiladigan. Hamma narsa chiqadigan. Shu dash qazan o'xshashlan bir narsa deb qarab elib, uningdan keyin bu Alloh Qur'onda ko'rsatgan tabiat, inson, hodisa oyatlarini ügününlər şunu oxuğunda dəqiq qandanlar üçün. Quran arqalı şunu dəqiqləyən üçün. Desə, onun o barmaq göstərkən tərəf emas. Onu tədirüsü qarab elə. Bu üçün Qur'anda oxusamış, Qur'anda da mənəz çıxdı. Bu düşənmək oxuşqa bir başqa bir məsələ, o başqa bir bala üçün. Qur'anı yadlab tutadi üçün. Biz Qur'anı qoğdayımız. Xuda Allah qoğdamaydigan dedik üçün. Aynada belə. O bir başka bir iş. Hem de muşu menası Kur'an'da çıkıdı zaten. Muşu İslam menası cevap verdi. Şu Kur'an'da ba depçi. Muyna deyiştim üzüme. Şu Kur'an'ı monopol kılabilişinin bir sunumu gideyim. Elbette, elbette. Onu biz şu ilim sahasida to'xtalgan vaqtida bir yaqur deb o'tdik. Bek tafsil olmagan bo'lsa, ammo hali yomon emas deb o'tdik deb o'ylayman. Qur'oni Karim tarix kitobi emas. Bir ilim-fan kitobi emas, qonun kitobi emas, siyosat yoki iqtisod kitobi emas. U nima degan vaqtda prinsip belgilagan kitob. Ya'ni bu bir davlatniki sistemasi. Desek, mesela Türkiye'nin misal alsak, Türkiye'nin sistemasi nima desa, laiklik. Sistemi, laik sistemi üstüne kurulgan. Kur'an aşağı bir sistema. Sistema, kanun, siyaset, her sahaniki sahani qandaq ep berishni belgilaydigan bir narsa. Misal, onunla tafsil hech qanday eskirtirilmaydi. Kanun yok o sistemin içinde. İlim fen yok. Matematik mesela 5'te 6 olsak 11 oldu degan gap yok yerda. Misalda ticaret yok. Ani hep mandak satsan mandak payda alsa ziyaret atış degan to'g'ri hech qanday gap yok. U yerda faqat prinsip belgilaydi. Yani Kur'an-ı Kerim aşağıda prinsip belgilaydigan bir kitap. O prinsip bo'lganligi uchun prinsipi hech qachon o'z oxiri qolmaydi. Qur'oni Karim prinsip nihoyat ilg'or. Boyaqi misol bir jamiyatni birlik keltirish kelib qolsa, uni qo'ygan prinsipni Qur'onniki. Lakum dinukum valiyadin. Nihoyat o'zi ajoyib yaxshi bir prinsip qo'yganda, hamma odam diniy e'tiqodi o'ziga, yana bir yerda ikki tal prinsip qo'ygan bu Qur'onda. Yana bir prinsip nima desa, bir millat ikkinchi bir millatga haqorat qilmasin. Ya'ni har millat yana bir millatga hurmat bilan qarasin misolda. Mana bu ikki prinsipning o'zini, ya'ni diniy e'tiqod bilan milliy kimlikka hujum qilmagan shart ostida bir yerda o'zi birlashimi desa, birlashgili bo'ldi degan gap. İnson ashunday birlashadi. Agar u diniy e'tiqodni o'ttirib chiqarsa, yoki bo'lmaydi milliy o'zi millatchilikni, ya'ni bir millat millatchilik qilib, ikkinchi bir millatga kelgan vaqtda o nima qilsa, o vaqtda o millatchilik uning ziyonini qiladi. Millatchilikni Alloh taolo yo'l qo'ygan. Ammo boshqa millatga haqorat qilmaydigan, boshqa millatga zulm solmaydigan shartda yo'l qo'ygan. Misolda dinchilikning o'zini yo'l qo'ygan, ammo boshqa dindikilarga hujum qilmaydigan shart ostida yo'l qo'ygan. Shuning uchun bu yerlik narsa nima bo'lsa, Qur'oni Karimda bütün ilim bor deyishning o'zi xato. Qur'oni Karim qonun, siyoset deganning o'zi ham xato. U har narsaga prinsip belgilaydi. Ilimga kelgancha ilimga har qanday ilimni o'qisa bo'lgan ish uchuq. Ammo uniki Alloh taolo to'sqan taraf nima degan vaqtda ziyonliq nima ilmning o'zini insoniyatning yo koinotning ziyniga ishlatmaslik. Isrof deydi bu Qur'on. Isrof qilmaslik haqida o'zi bayonot beradi. İsraf deganning o'zi o'z joyida ishlatmaslik. Buning o'zini ko'rsatadi. Ya'ni demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtida Qur'onni o'qigan odam masalan mandaq shart ostida siyosat qilsa bo'ladi deb uning javob bersa bo'ladi. Va lekin ashuni bilib lekin butun siyosatni men bilaman deganlikning o'zi bu xato bo'ldi. Shuning uchun bu aytib deyotgan gap nima desa, her inson o'zining haddini bilsa, u vaqtda boshqa odamniki bilim territoriyasiga kirib olmaydi. Her odam o'ziniki o'qigan narsani erkin joriy qildira oladi.
uniki hujum qilmagan bo'ladi, shu vaqt to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Agar u odam o'zi men Qur'onni o'qidim, Qur'onni yodlab oldim, unda qilgandan keyin men dunyodagi hamma narsani bilaman desa, demak u odam ishni bilmaygan odam degan gap. Ishni bilmaygan odam dunyodagi hamma narsani bilmaydi. Şoňa buni Qur'annyň özüne hiç bir zaman ilim-fan kitaby, ya tarix kitaby, ya bolmaýdy bolky kanun kitaby diýdigan okşaş mundaq bir närsege aýlandyryp öleş bu butlay hata. Bundaq kitap emas bu. Bu fakat prinsip belgileýän bir kitap bu. Yani halky bir döwletniki baý diýen okşaş bir döwletniň sistemisi qatardyk bir kitap. Yani insaniýetge bergen bir sistema. Muşu sistema içinde hareket kılsaňlar, toğry hareket kılgan bolasizlar dep Allah Taala özü bizge düşürýän bir kitap. Assalamu alaykum. Yaxshi bir ders oldu. Bir qancha kim bo'lib qoldimi yoki men diqqatsizlikdan atlab ketdim bilmayman. Biri Qur'onni qarisiga yodlash orqali tafakkur qilib o'qish. Tafakkur qilishga buyurilgan kitobni talaffuz qilishga yuzlantirishmi shuning monopolining bir qismini deb tushundim. Elbette. Bu bir muhim bir ahamiyat berish tegishli masaladan birisi deb qaradim. Chunki hayotimizning ko'p qismini, bolalarimizning eng muhim vaqtini mushu Qur'onni yodlashga, hofiz bo'lishga, Qur'onni qancha ko'p bilgan kishi jannatga darajasi shuncha yuqorilaydi deganga o'xshash gaplarga aldanib, qarisiga yodlaydigan ishlarga bekchiq energiya sarf qilamiz uchun. Evet, doğru. Endi onun ma'nosini tushunmay, ahangini mo'ngluq o'qib bersa, shuning mas'ul bo'lib ketamiz. Buni bir monopol qilinishning bir turi deb tushundim. Andan keyin mush tafsirlar. Qur'onni har bir tafsirga murojaat qilgan vaqtda qarasak, shu tafsirda qalamga olg'uchi yoki shu tafsirni nashr qilg'uchi va yoki shuni yayg'uchi insonlar to'pining eng ko'p ahamiyat bergan qismida gavdalanigidek, ahamiyat bermagan yoki sal qaragan taraflarda ko'milgilik, tashlanib qilganlik. Bumi bir xil yo'gab qilishga o'xshaydi ekan. Bundan boshqa Qur'ondami kofir bo'g'uvchilarning qatorida Qur'onni yo'gigichilar, burmulg'uchilar, haqiqatdan yoqquchilar degan o'sha iboralardan kelgan ayblashlar borda. Mana shu taraflarga bir qarasak Elbette. deb o'yladim men. Endi bu hozir Qur'on ilmni monopol qilish degan bir gapni qildik. Endi bu hozir har birisi masalan bir mavzu ilm sohasi kelgan vaqtda Qur'on yodlash ilm hisoblanadi. Qur'on deganga o'xshash gaplar ashiyat chiqadi. Qur'on yodlash orqali nima qilmoqchi shu yerda degan vaqtda monopolchilik shu yerda deyildi menimcha. Shu vaqtda hozir xuddi bu bir muqaddimasida bo'lib qoldi bu Qur'onni monopol qilingan Qur'on degan bu mavzuning o'zi bir muqaddima desak bo'ldi yana. Buni har bir soha aslida shu deyilayotgan har bir soha bir suhbat bo'lishi kerak. Shu vaqtda bu bir soat onun üstü to'xtalsak biraz tafsili bo'ldi, ammo yetarli bo'lmasimi? Aslida men dinning egisi yoki varisi deydigan medisi tükü erkekten biz chiqib, hozir qadar an'anaviy diniga varislik qilayotgan 1400 yillarga ajdodlarimizga payg'ambar alayhissalomga yashayotman deb da'vo qilayotganlardan bir ikkisi chiqib maydonga shu kitobni ichib turib, Qur'onning nari qandaq bo'lib, qandaq tushuntirildi, biz nerede xato ketyapmiz, qayerda, qaysi mazmunda biz xato tushunyapsan deb o'ylayapmiz. Yoki bizni xato tushunyapsan deydigandan bir ikkisi chiqib, ilmiy shaklda suhbat ilib borsa, eng qisqa yo'l bu edi. Ammo uningga shu tartib bo'sh keldi. Medisi o'g'ilini bag'aq yezib qo'ydik hozir qadar. Taxmaydan chiqmadi. Allah hidayet bergey. Qur'on aslida haqiqatan shu har bir
nimanisini, mazmunini, her bir mazmunga aloqador qismini ochgan vaqtida boshdan oyoq degidek darajada yo'gilib yo'galgan. Sizlar bu yerdan biroz to'xtalib o'tib ketdilar. Hadis, ijmo, qiyos, fiqh qatorliqlar bilan cho'mkelganda qo'rshi bo'lingan. Bir odam Qur'onni qo'liga olay desa, masalan, Qur'on o'rganaman desa, oldida ishik to'saqlarni qo'yib qo'ygan. Sen tushunolmaysandan boshlangan, arabcha o'rganmasang bo'lmaydidan boshlangan, tefekkür qilmay qarshi yodlash bilan yo'llantirilgan, ya'ni vaqtni isrof qiladigan yo'llarga burib o'tilgan ahvollar nihoyat ig'ir endi. Mushu jihatlarimizda mushu qilayotganimiz to'g'ri, ajdodimizga varislik qilamiz degan do'stlardan birasi chiqib, efendim ichinglar kitobingizda siz nerede qandaq bo'lib bunday tushuncha keldingiz desa, xalqimizgami, bizgami bek oson bo'ladi shu. Uni unda qimmatidi, qilib qola. Tema haqiqatan bek cho'ng tema ama Qur'onning qandaq mantiq qilinishi e'lon berilgandan tortib hozir qadar xili ko'p insonlar bu qanday gap, Qur'onni qanday mantiq qilindi degan shekilli savollarni so'ragan bo'ldi. Qur'onni o'zgartirmaganligi uchun uni yo'gab qo'yganligini, shu Alloh ash Qur'onni bilganligi uchun uni o'zgartirmaydiganligini bilganligi uchun yo'gib olg'uchilar degan iborada alohida oyat tushgani aqlimga kerak ta'sir qildi meni. Qur'on mustahkam bir qo'rg'onga o'xshasa, men dastlab bu program boshlashning oldida tafakkur qilayotgan chog' shakllangan bir rasm edi. Agar men bir hajviy rasm chizg'uchi bo'lgan bo'lsam, cho'qim bundaq bir rasm chizatdim deb o'ylaydim. Qur'onni mustahkam bir qal'a desa, bu qal'aga taxim yaxshi bo'ladi emasmi deb diyetlarni qistirib, g'o'jitomlarni qo'pirib, pistonchi ulug'larning so'zi pistonchilarning deb har xil hayvatlik narsalarni, naqqashlik narsalarni ekilib, unga diyet qilib, to'piga anandan challasamon yo'g'on bir imoratni qo'pirib chiqib, unga ko'zatmaydigan yerga islom degan musho deb yezib, Qur'onda ma yo'qkingo deb qaysi bir diyetni yo'qkin deb ilitsa, qara, beshingga mani ileversan, chuk ketadi deb qo'rqoq soladigan mendaq bir hajviy rasmdan bir sizg'im bor edi. Agar ko'rayotgan do'stlardan birasi bo'lib qolsa, to'liqlam mazmunni fikrlashsak, to'liqlab bersak bo'ldi. Lekin bir rasmdan biz o'ttir chiqqan bo'lsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Herhalde aqlga kelir uchun bir rasm chiqdi hozirgi iboralarda. Cho'ng tema hozirga qadar nurg'un davr bo'lgich xarakterlik iddia fikrlarda yolg'iz bo'lsa-mu kirmishlarga aniq maydonga qo'yib kelyotdi. Alloh kuch quvvat bergay. Adaq qadar davom etkin nasib qilgan inşallah. Benim sözüm şartıyla rahmat. Yine birisiga hamda Allah Kur'an-ı Kerim'de bizim hayatımızga düşürüp berse, Peygamber Aleyhisselam 23 yıllık hayatında mesela o ayımız bıraklı düşünmemse sen yaman boğandıkken Allah'a dememse de kapırlığa yakışır, işemeydi Allah işte değilgen düşün. Lekin Allah şu hayat nimisi uyuyacak, ekşi uyuyacak, şu meseleleri karıta, insaniyetinki meseleleri karıta hem de cevaplarını birlik, yolunu köstürdük. Allah bizge düşürüp berse hayatımızga bu tatbiqlanmadı. Biz bunu qanday qilib desa, tushengil olmaydigan narsa deb qilib bek muqaddaslaştırib etib, bunun uchun bayatını Pidai kardeşimiz dedim. Bunu biz üstüge chiqarib etimizda, voy bu bek qudrat, beklamning ulug' bir kitob, buni qat'iy tushengil olmaydi bu tushunaman degan odam manda debchi. Allah'ını qanday tushengil bo'ldi debchi, boshqa bir uyallarni o'ynabchi. Ayında muqaddaslaştırib bizning hayotimizni chiqarib etdi buning uchun. Ondan keyin uni tushengil olmaydigan, yashag'il olmaydigan bir din bulab axir uchun. Uni o'zlarininki nimasi bo'yicha Sura Baqaraninki 42 oyatida "Va la talbisul haqqi bil batil ve taktumu haqqa ve antum ta'lamun." Nima? Haqni batilga, ya'ni Allah nazil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqqan narsaga tindaqlashidi ekanda.
aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yushimanglar desa dal mushunga qarshida. Voy men kitob qarab, kitobda nima chiqdi deb kitob qarab javob beraman deydi. Aslida o qaraydigan kitoblari bu Qur'onga kerim emas. Boshqa bir narsa ekanda. Yiliqi bayatin qal'a sirti kuchib, yiliqi ling terakda, yiliqi shutolar 5-nji bina chiqib degan aş kitoblar ekan. Va yerda yo'qkan deydi ekan oxirichi. Hatto Muhammad Ajikan qaysi kun deb turibdi. Aş Azerda o'qigan, yüzü qattiq cho'ng ziyoli. Aşağı magistrlik olgan birisi bilan paranglashib qolibdi-da bir oshxonada. Bu hukm bu nima degan çalmaksa qilib o'ltirish degan narsa Qur'onda yo'q desa. Voy siz nima deysiz? Bu Qur'onda yo'q. Qanday gap bu? Yo'q siz bilmaydigansiz Qur'onni, siz obdan o'qing Qur'onni siz. Men magistrlik ünvanlagan bir adamga siz bu yerni qilmisiz debchi, shunda qattiq qaplab ketibdi. Shuningga o'xshash hamda o'zi dinning davosini qilib, ammo lekin uni bir narsa o'qimay, boshqalar yezib bergan, pichib bergan ton bo'yicha ma'noga ketganda Şu magistrlikni aşı hech kimga to'g'ri javob berolmaydigan holga kelgancha olib beribdi. U bildigan bo'lib qolsa vaqti bo'lmaydi. Sualni jiq so'rab qilayotgan odamga magistrlik bermaydi shu. Ashuni uyatgan savoliga uyatgan javobini beradigan odamga berdida uni. Yo'qanligi ko'pincha bir masalani so'rab baxsizlar, hech qanday o'z javob berolmaydi. Qur'onda mana debdi, buning qarta deb javob bergan bir odam deb qo'llanmaydi. Ashunda hech qanday bir narsa faqat olmaydigan holatga kelgan vaqtda endi sen olim bo'lding deb uningga magistrlik, doktorlik unvoni bergan gap. Bo'lmasa o'ylab baxsizlar, mush Qur'onning o'zini men xita hozir cho'ng deb buning gezitning xitidek qilsa bu 100 varaqmi chiqmaydi. Aşındaq bir kichkina bir kitap. Muş 100 varaq kelsimi, aşı kitabning o'zini 1400 yildan birisi taratning farzida hal qilinmasa, saqalda hal qilinmasa, qanday bir nima endi bu? 1400 yildan birisi necha million, necha 100 million olim chiqib, bir aşı kichkina bir kitobni hal qilinmagan ekan. Demakki aşındaq xalqi hech narsa bilmas bo'lgan chog'da hamma narsani bütün dünya Arap'ın hikayelerini hemiz yığıp, muş din degendigin asla bir baş çıkamagan bolgan gepti. Bir öz jangallık kirip kaladı o. Qaterek basa çoğun yol çıkıdı. Ya qaterek mas bir malik barıdı. Hiç neresi bilmeydiğin bir jangallık kirip kalgan dedi bir gep. Sina çölü geçirip kalgan. Ben İsrail Hem kavmine o adam total Arapçını bilip o hakaza kılgan dekilla. Boldu andekin bunun hem alim bolduğunda yapayında bergen gep unvanını onu da hiç qanday narsa hal qilinmaydi. Men dedim bunu aytib ketdim. Şu İstanbulda bo'ldi ashishning o'zi. Saqal to'g'riliq bir talashdan chiqqan vaqtning o'zida bir hafta ashaydi bekatni tamoqni yeb. Saqal farzmi, sunnatmi, mustahabmi, mubahmi, odatmi, hech narsani boshqa chiqamay hamiz ketdi. Bir tal saqal, bir tal tukni hal qila qo'ygan gap. Misol. Bu holat bo'lgandan keyin u odamni nima kutamiz? Shu halqi Bəzi vaxtda şu ular to'g'riliq qaydığımız mı artıq bir iş diyor. Bəzi vaxtda işte oylayım. Artık qimmatlar bo'lgandek mana. Bayatın mı Amerika'da bir kardeşimiz bu dersini 5'inden anlap ayığını anlamaptı. Şunun bilan bir sualni so'rabdi da bu İbrahimning millati emas biz deb turib olibdi. Bu İbrahim degan bizning diniy millatimiz debdikan, men ikki savol qo'yib qo'ydimcha. Dinning millati bo'lamdi. Din irsiyatmi endi shu? Mana shu ikki savolga javob berib yozib qo'ydim. Qanday javob berdi ekan? Bu odam xato bunda deyotdi deb bizni boshqalarga nima ko'rsatmoqchida? Evet. Hamagayda. Yani bir savol borkan uni sormaydimi? O Deccal to'g'riliq so'zlab bo'ldik-ku. Ya o Deccalning vaqti kelgancha so'zlaydi uni. Tamam. Ammo men savolni mana shu temaga aloqador so'rsa, hammaning vaqtigimi, zehnigimi foydali bo'ladi.
Edebiyat imtihanımıza kirilip matematikinin sualını soğandek sorsa Doğru. ne bu kadar. Tamam. Lekin sual Eylem soğanına rahmet. Hı. Vaqt chiqarib albatta. Elbette Ama o'zini temasida munosabatli yerda javob qilsak yaxshi. Menzil uzun degan qarindishimiz sizlar ko'p har qatimliq leksiyadan nihoyat ko'p manfaat kuchlarni oldik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Amin debdi. Ya, rahmet. Menzil uzun bir menzilimdi buçu. Demisime Aha. kardeşimiz Allah razı olsun. Davası başka kiler saatlik dersi düşenbe günü kısak yine bir düşenbe. Başka mezmun bu olmasa bugünkü söhbet şekci olsun mu? Oldu. Bir şey de olsun. Allah razı olsun ustaz. Şu monopol kılıngan Kur'an, monopol kılıngan İslam zaten şu monopol kılıngan Kur'an'dan başlanırken Kur'an'da qanday monopol kılınganlığı doğruluk mezmunlarını düzülen hem beherlendiler, ortaklaştılar. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kaderli kardeşler. Bugünkü programımız 84. kısım. Kur'an'dan nazar, monopol kılıngan Kur'an bir şeyde tüydi. Yine başka mezmunlarda, yeni mezmunlarda monopol kılıngan İslam'daki başka tarmak temelerde kiler saati görüşümüz. Allah'ın özüge amanet, Kur'an'da kullanılıp edip, ok, düşünüp, pekişimlerini hayatınlığa tatbiklaş için düşünüşünün muhimliğini eskertip bütümüz. Allah'ın özüge amanet olunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.